O'zbekiston yoshlari. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yurtboshimiz ko'rsatgan yorug' yo'lda manzilgacha yo'ldoshimiz baxt bo'lgay. Vatan bizdan kutmoqda buyuk ishlar, bu ishonchdan jo'shar ishtiyoqimiz. Bunda jamdir barchinoy alpomishlar, ko'ksi baland yoshlar ittifoqimiz. Har ko'rganda chaman etmoq uchun ham gullashaylik. O'zbekiston yoshlari buyuk kelajakka yetmoq uchun ham. Assalomu alaykum hurmatli aziz o'quvchilar, xabaringlar bor. Mana mahallalarimizda bolalar harakati saylovi, sardorlar saylovi o'tkazilyapti, jarayonlar boshlandi. Asosan bu jarayonda 10 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan sardorlar saylab olamiz. Bunda asosan birinchi yo'nalishimiz bosh sardor bo'ladi, ikkinchi yo'nalishimiz vatan tayanchi yo'nalishi bo'ladi, uchinchi yo'nalish ibrat farzandlari yo'nalishi bo'ladi, to'rtinchi yo'nalishi ustoz AI, beshinchi yo'nalishi yashil makon, oltinchisi mutolaa yo'nalishi, yettinchisi qizlar akademiya yo'nalishi, sakkizinchisi iqtidor yo'nalishi, to'qqizinchisi matbuot va media yo'nalishi bo'yicha asosan saylov jarayonlarida ishtirok etadi. Saylov jarayonlarimiz mana o'z nihoyasiga yetdi. Bu saylov jarayonlarida ishtirok etganlar uchun hammanglarga kattakon rahmatni aytaman. Bunda birinchi sardorlar harakati saylovi sardorida bosh sardor bo'lib Bahrom Omadbek ishonch yorlig'ini topshiramiz. Mamadali Saydullo ustoz AI yo'nalishi bo'yicha yo'ldosh Abdurahimov. Yashil makon loyihasi bo'yicha yo'ldosh Farog'ov. Mutolaa yo'nalishi bo'yicha Odiljonova Mustafa. Qizlar akademiyasi yo'nalishi bo'yicha Marmira Marmira. Iqtidor yo'nalishi bo'yicha Turmush Ulbek. Matbuot yo'nalishi